Ifora? Men ko'ylagim nimaga dazmol qilinmagan? Voy, nima qilibdi? Boshqarib boshqingiz bor, o'shani kiya qo'ying. Boshqalar ham dazmol qilinmagan. 3 kundan buyon kiyibyapman. Voy, nima ertalabdan janjal qilish kerakmi? Shunga shunchami? Bir narsani tushungin, men seni eriyman. Ozgina mehr berishni o'rgangin. Qanaqa mehr berish kerak yana sizga? Uzr. Kechirasizlar. Choy tayyor, tayyorlab qo'ydim. Chiqib yeb olasizlarmi? Temurbekni maktabga tashlab keldim. Yana hamma ishni siqyapsiz. Lekin meni ham xotinim bor. Zaptirliklarimni qilib bersang bo'ladi-ku. Nima qilsa bo'ladi o'sha zaptirlikni. O'sha. Tez dazmol qil. Boshqarib boshqasini kiysa nima qiladi? Ishga kech qolasiz, bering, men o'zim qilib qo'yaman. Tez nonushta qilib oling. Kechgacha uyda o'tirasiz-ku. Shuni dazmol qilib qo'ysangiz nima bo'lardi? Shuncha janjal bo'lmasdi. Tavba qildimmi? Bilasizmi, ishli ayolman, ishlayman. Siz bolangiz bo'lmasa, qaraydigan. Zavtrak tayyor desa? Nechta yuk tushurding? Sanavol, har bitta yukda 80 tadan tovar bo'lishi kerak. Ha, 80 ta. Bittalab sanab olinglar. Yaxshimisan? Qara, sen yoqtirgan shirinliklarni olib keldim. Qara.